qiziq savol bermoqchi edimda. Nimaga mashinangizni sotdingiz? Taqoni juda yaxshi ko'rardingiz. Qarayba. Nimaga spesialni yedim? Kamroq gapirdingmi? Olmaysiz deb o'yladim. Bu uchun farosat kerak-da bizda, to'xtab turishimiz uchun. Ya, aka, Taqon sotganim, Taqonda yaxshi ko'raman, juda ham yaxshi ko'raman. Katta mashinalarni. Endi orzuga qarab intilyapmiz faqat. Xudoyim beryapti, Xudoga shukr. Endi ana mashinani sotib, mashinani pulini o'zimga ishlataman har doim. Endi yangiligim bor. O'zim tug'ilgan kunimga podarka qilmoqchiman. Xohlasa, endi hozir aytib qo'ysam, surpriz bo'lmay qoladi-da o'zimga. To'g'ri. O'shaning uchun bir oiladami bo'lib qoladi, u chet eldan kelib. Seriös? Ya, Amerikadan olib keltiryapman deb deydilar. Davom etib qo'ysam. Yo, ana o'sha aka chet eldan olib keltiryapman. Men juda ham yaxshi ko'rgan mashinalardan bittasi bu. Endi nima deydi? Bundan Cadillac'ga, to'g'risini aytsam, Cadillac'ga harakat qildim. Hech yetmas ekan. O'shaning uchun undan kattarog'iga harakat qildik. Xohlasa. Nasib zor. O'zi Taqonni sota oldingizmi? Sotiladi deb qo'yuvdingiz-da? Ha, sotiladi deb qo'ydim. Короче, 1 soatmi turdi. 1 soat ichida qancha bo'ldi? 98 mingdan odam ko'rdi. Meni aktivim yaxshi deyman. Reklama uchun. Ha, sразу bir olov taniysiz-ku. Bolalarimizdan. Короче, qo'ydim telefonni, aka dedi. Ketdi. 1 soat ichida sotilib ketdi. Hozir.